Assalomu alaykum. Navbatdagi mashinamiz Jetower T2 Travel mashinasi. Bu mashina off-road orqa old tortadigan ikkili turbina motor bilan jihozlangan ekan. 2024-yil 2000 kilometr yurgan mashina. Mana oldi qismlarini ham ko'ryapsizlar, boshqacha. Bu Xitoydan spes zakaz olib keltirilgan ekan bu mashina. Mana balon holatlarini ham ko'ryapsizlar, tog'larda yuradigan, yurishga mo'ljallangan mashina ekan. Mana salon holatlari 2000 kilometr bu mashina. Katta monitorlari bor. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q ekan. Yangi mashina 2024 2000 kilometr yurgan yangi mashina. Orqalarini ham ko'rsataman. Mana shu mashina. Mana narvonlari ham bor ekan, tepasiga chiqadigan. Bu mashinamiz Andijonda turibdi. Bu mashina ham narxi 38 ming dollar. Mana shunaqa off-roadga qiziqish bildirgan klientlar uchun bemalol 91lik 485 51 55 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bu mashinamizni ham kelishtirib beramiz, xudo xolasa.